bir inson o'zini nogiron adasini musorxonaga tashlab ketdi. Nima uchun? Mana bu narsani ko'p gapiraman. Afsus, bizda ko'p ota-onalar farzandlarini qo'ylar deb o'ylashadi menimcha. Faqat ovqat berishadi. Bundan ko'ra qo'y boqqan foydaliroq deb bilaman. Bir jumlasi uni semirib sotsa bo'ladi. Farzand sotmaydi. Keyin kechagida bir bola keldida, o'zi aytibdi, o'qimayapti. Men juda kuchli gaplarni gapirdim. Bolasanmi, bolajon dedim. Hozir Afrikada odamlar loydan kulcha yeyishmoqda. Ota-onalar o'zini farzandlarini sotmoqda. Nima uchun bilasiz? O'sha yerda Wi-Fi tekin ekanda, lekin quduq yo'q. Wi-Fi tekin quduq yo'q. Nimaga bilasiz? Wi-Fi dan u informatsiya oladi. Pul xohlashni o'ylaydi. Nima qilish kerak? Ular spesial qilishadi farzandlarini sotish uchun.